Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 3-martdan 6-martgacha kutilayotgan haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ushbu haftada O'zbekistonga yana yomg'irli va qorli kunlar kirib kelmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sahnada sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, bu hafta O'zbekistonda yog'ingarchilik bo'ladi. Sinoptiklar bu hafta kuzatilishi mumkin bo'lgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. O'zgidromet xabariga ko'ra, ushbu hafta davomida O'zbekistonning ba'zi joylariga yomg'ir yog'adi. Shimoliy hududlarda esa faqat 3-4 mart kunlari yog'ingarchilik yomg'ir qor bo'ladi. Havo harorati kechalari +3 -8 daraja iliq, respublikaning shimolida esa -3 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari +10 -15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtalariga kelib esa harorat qisqa muddatga +7 -10 darajagacha pastlashi, shamol esa 7-12 metr/sekundga yetishi mumkin. 3-martdan 6-mart kunlarigacha O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik yomg'ir qor kuzatiladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik kuchli bo'ladi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Bugun va ertaga kunduzi harorat 11-13 daraja issiq bo'ladi. Keyinchalik harorat asosan kechalari +4 -7 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa +8 -10 daraja iliqqacha pastlashi kutilmoqda, deyilgan xabarda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.